Agar men mana shu narsalarni bundan 6 yil oldin 2019-yilda Koreyaga yangi kelganimda bilgan bo'lganimda, Koreya fuqaroligiga, o'sha F5 vizasiga eng qisqa yo'l bilan borgan bo'lardim. Bu ma'lumotning nomi mukammal yo'l xaritasi. Men mana shu ma'lumotni mana shu Koreyaga kelayotgan hamma vatandoshlar, ayniqsa yangi kelayotganlar bilishi kerak deb hisoblayman. Yangi kelgan vatandoshlarni o'sha biz aytgan eng yuqori F5 vizasiga yetib borish yo'li esa bu xuddi sizga noma'lum bo'lgan notanish shaharda bitta manzilga yetib borishga o'xshaydi. Mana shu jarayonda agar sizda avvaldan xarita mavjud bo'lmasa, o'sha manzilga aylanib, boshqa yo'llardan yurib yetib borasiz. Agarda sizda avvaldan xarita mavjud bo'lsa esa, ortiqcha yo'llarga yurmasdan, maqsad bilan to'g'ri eng qisqa yo'l bilan yetib borishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu jarayon haqida, ya'ni talaba vizasidan to F5 vizasiga bo'lgan yo'l haqida to'liq tushuntirilgan video qo'llanmani tayyorlab qo'ydim. Mana shu qo'llanmani qo'lga kiritish uchun izohlarda video so'zini yozib qoldiring, men sizga o'sha qo'llanmani tashlab beraman.